Abduqodir Jiloniy degan odam bo'lgan. Shu kishi juda endi hashamatli bo'lgan, shogirdlar atrofida yurgan minglab odamlar. Yo'lda ketyapsa bir odam yerda yotibdi. Bo'lmish ekanda, endi ichib olgan g'irtga. To'xtab ahvolini ko'rib, nima qilib yotibsan desa, Abduqodir Jiloniyga qarab, Alloh taolo qodirmi deb so'ragan ekan. Deganda qodir deb Abduqodir Jiloniy. Yana ikkinchisida Alloh qodirmi debdi. Qodir debdi. Uchinchisida yana Alloh taolo qodirmi desa, qodir deb yig'lagan. Keyin shogirdlari so'ragan. Buni boringlar, yuvintiringlar, kiyim kiygizinglar deganda, nimaga bunaqa deysiz? Qanaqa hol gap o'tdi deganda, yotgan odam Abduqodirdan so'ragan ekan Jiloniy. Meni shu ahvolga solgan odam bu ahvoldan qutqarishiga qodirmi yo'qmi? Meni shu ahvoldan qutqarishga Alloh qodirmi yo'qmi deganda, qodir degan. Endi meni shu ahvoldan qutqarib sizni maqomingizga chiqarishga qodirmi yo'qmi deganda, qodir. Uchinchisida sizni meni ahvolimga tushirib qo'yishga Alloh qodirmi yo'qmi deganda 3 marta qodir deb yig'lagan. O'shaning uchun holimiz noma'lum. Bu kekka emaslik kerak. Ibodat bilan faxrlanmaslik kerak.